Bizga 2 kun oldin tovarlar kelgan, yangi kosmetikalar. Shularni tezda obzor qilib beraman. Hozir vaqtim yo'q. Doimgidek Mezipelda mana bunaqa gialuron kremidan keldi. Ichida dumaloq sharikchalar bor, zo'r namlantiradi. Buni o'zi qayta so'rashadi. Qizlar ishlatganlar, yana zakaz qilinglar, shundan deyishadi. Mana kremim zo'r krem, Real Collagen kremi. Meditime'da kollagenli kremi. Bu ham yuzga yaxshi. 460 ming, bunisi 480 ming. Kelgan. Mana bunaqa lab balzam plus pomadalar kelgan. Labni zo'r namlantirib beradi, xalq rangidan kelgan. Videolar, rasm bilan tashladim ranglarini. Peri tintlardan kelgan. Bu yerda yangi chiqqandan ozgina kelgan xolos. Bitta 6 ta edi, hozir 3 ta qolibdimi? Уже bunaqa bolalar o'ynashni boshlagan narsalarni, shuning uchun uchtasini qaqadir qo'yishib shekilli. Buni ham hali qo'yganim endi qo'yaman, chunki o'zi ozginalik uchun. Dalba spreyini yaxshi ko'radiganlar uchun Dalba spreydan kichkinasidan keldi, 150 ming. Bu anaqa 50 millilitrligi. Jesterma svirtkasidan keldi, ugrili yuzlar uchun yaxshi svirtka. Ugri chiqayotgan. Azelain svirtkamiz keldi, bu sezuvchan. Plus qizarishi bor, ugrisi bor yuzlar uchun tushadigan. Keyin mana bu kremda Algatoxdan keldi, Medipelda bu ham 160 ming, mana buni sarig'i. Bundan farqi bu yerda namlantiradi bu ham. Bunda ham gialuron kislotasi bor. Buni shariklari boshqacha sariqroq bo'ladi. Shu farqi. Faqat ikkalasi ham bir xil zo'r namlantiradi. Doktor Kapone enzimkalardan keldi. Bu korobkasi chiqqan varianti. Koreyskiy. Doktor Kapone bilasizlar, kosmetolog sotaman, Made in Korea. Saytlari bor, ham yo'g'ini bemalol tekshirib ko'rsa bo'ladi. 140 mingdan 60 grammli. Buni mana bunaqa katta enzimkasi ham keldi. Buni 200 mingdan, bu 80 grammli. Enzimni pudra piling vazifasini bajaradigan, haftada 1 marta yoki 2 marta ishlatadigan, chuqur tozalaydigan narsa. Mary Kit'ni guruchli penkasidan keldi. Buni oldin sotgandim, unda rosa qimmat edi, hozir rosa ham katta skidkaga tushgan, 120 ming. Grammi ham katta, 180 millilitr. Hamma yuz uchun. Mana bu sponjik hozir mana shuni ishlatdim, Foreverlik, rosa ham zo'r sponjik ekan. Real Technicsda oldin sotganmiz, amerikanskiy, xuddi shunga o'xshar ekan. Har xil ranglardan, sariq. 40 mingdan. Keyin Anvani guruch deyman, shaftoli tonerdan keldi, bundan tugaganda. Bioderma so'raganlar uchun Bioderma bir xil gidrofilni masla ishlatgisi kelmaydi, shunda makiyaj o'chirish uchun Bioderma ishlatishadi. Bundan keldi. Keyin mana bunaqa penkamizdan keldi, salitsilli kislotalik. Ugrili yuzlar uchun bundan ham so'rashayotgandi, 115 mingdan. Beauty Johnson'da yangi chiqqan SPF dan keldi, 170 mingdan. Dr. Jenny kremidan keldi, 185 mingdan. Qizlar uchun ugriga moyligi bor, yog'li shunaqa yuzlar uchun sezuvchan uchun ham tushadi. Mana bu tintlarimizdan Romont mana shu ranglardan tugagandi, 08. Bunisi mana bunaqa yarki rang yaxshi ko'radiganlar uchun, mana bunisi 13. Такой anaqa lab uncha bilmaydigan ranglarni yaxshi ko'radiganlar uchun mana buni 3 tasini aytayotgandim. Peri tintini 21-29. Hali qo'ymadim, qo'yaman. Keyin mana bunaqa tonerimizdan keldi yana. Bu rosa ham zo'r skidkada olingan toner. 100 ml 50 ming, atiga 50 mingga tushadi. Oldin 100 ml 90 mingga tushardi. Buni kattasini ham ko'pda 350 ml toner ishlatguncha ham zerikib ketadi odam. Tez 100 ml dan olishyapti hozir. Keyin Fino maskamizdan bir dona qoldi. Yaponskiy sochni silliq qilib beradigan maska, zo'r maska. Mana bunaqa penka plus peeling oqartiruvchi The History'ni 350 ming turadi. Mana shunaqa ko'rinishda idish ham o'sam chiroyli. Bu yerda peelingli penkasi bor. Odat. Upakovkasini o'zi bir chiroyli narsa. Shunda 350 mingga ikkita narsa to'g'ri keladi. Guash toshi massaj uchun, yuzdagi osilish nimalari uchun, ajinlar uchun buni egasi bor. Haqiqiy guash toshi 170 ming. Mana bu yerda oqartiruvchi nabordan keldi. Ochilishi qiyin hozircha. Mana shunaqa ko'rinishda, mana korobkasi.
Bu yerda toner, emulsiyasi, kremi, sivırtka kichkina, I plus bu yerda kichkina toner, kichkina emulsiyasi, shunaqa nabor. Bu qimmat emas, bu qimmat brend demoqchiman. Naborning narxi 650 ming shu hammasi. Bundan ham 2 dona keldi. Keyin The Ordinary'ning skitkada retinol sirtkasi mart oyida srogi tugadi. Keyin mana buni ko'rsatmoqchi edim. MF harflari yozilganda bu ishlab chiqarish sanasi bo'ladi. Ishlab chiqarish sanasidan The Ordinary ishlab chiqarish sanasini yozadi doim. Agar buni yaroqlik muddati bo'lganda MF bas Y bilan H, ana X harf bor, o'zbekcha gapiryapman. Shunaqa bo'lgan bo'lardi. Shunda keyin Y bilan H bo'lsa exploitation degan, ya'ni yaroqlik muddatini anglatadi. Bu bo'lsa ishlab chiqarilgan sana. Doim The Ordinary ishlab chiqarilgan sanani qo'yadi. Bundan tak nechta kelgan? 6 tami kelgan. Bu skitkada o'zi 150 ming, lekin 110 ming, chunki shu mart oyida tugadi. Yaroqlik muddati. Hop. Nima? Enzimka kelgan, Black Rice'da 170 mingdan, grammi ham katta, 110 adashmasam. Mezipilda enzimkasi keldi, 150 mingdan, Vitanol kremi keldi so'raganlar uchun. Mezipilda emulsiyasi keldi. Buni ham kimdir so'rayotdi rosa. Mana bunaqa azelayinovый toner keldi. Buni ham hali qo'yganim yo'q. Ugri chiqish nimalar bo'ladi-yu, sezuvchan, niacinamidi bor, azelayinovый kislota, salitsiloviy kislota, shu ugri chiqmoqchi bo'lgan yuzlarga yoki chiqayotgan sezuvchan yuzlar uchun. Mana bu naborimizdan keldi. Yujaniatsindan kichkina nabor 170 ming. Ichida hamma yo'g'i bor, 1 oylargacha yetadi. Keyin aksessuarda loyli maskasini so'rashganda bundan keldi. Keyin mana bu zo'r dezodorantimizdan keldi. Daftar originali bu. Grammi ham katta, 2 barobar katta dezodorant amerikanskiy, shuning uchun qimmatroq 100 ming. Mana bu pilingimizdan yana keldi. Buni nabor qilib nima desa bo'ladi, donalar bo'lsa bo'ladi. Kichkinasini, kattasini ko'pinchada shu kichkinasini, kattasini kim qanaqasi kerak bo'lsa olishyapti. Men narxlar bilan hammasini qo'yganman. Hozir jo'naqam uzayib ketmasin debman videoyi. Mana bu nabordan yashilidan kelgan. Buni yana 2 xili bor, doktosi bor, beryoza so'qi bor, undan ham bor. Yonetda niacinamid maska zakaz qilishganda bir pachkasi egasi bor. Buni yana bitta kelgan, kollagen, vitamin C notgan safar tugatib yubordik, sotib yana keldi. Rosa ham zo'r maska ekan, ishlatganlar yaxshi o'ziflar qoldirishibdi. Bular 10 ming so'mdan, bular 20 ming so'mdan. 17 Medipilda Peptid Tox nabori kelgan 300 ming, filler nabori kelgan 320 ming. Mana bu sirtkani doktor Kapuni sirtkalarini oz skitka qildik. Centella Panta o'zi arzon kelgandi. Undan ham arzon qilib Centella Pantanol bor, Gyaluron kislotasi bor, Padaran spekulaligi bor. 115 mingdan qildik. Soni ko'p emas. Amerikanskiy body lotionlarimizdan keldi. Buni yuvinib chiqqandan keyin tanangiz qurayotgan bo'lsa, silliq bo'lishi uchun kelgan. Har xil hidlari bor. Hammasi приятный, rosa bunaqa bogato hidlar bo'ladi. Shunaqa 175 mingdan. Ko'p sotamiz buni, yana tugab qoladi, bir qilib keladi. Приятный hidida. Birortasini eng shirinlarini barib kelganda biz hammasini hidlab ajratib olganmiz-ku. Lekin mana buni ham klientimiz zo'r ekan degan. Mana butterfly ham zo'r. Mana qorasi ham yaxshi. Xullas hammasi yaxshi, bir ajoyib shirin hidlar. Tak, menimcha bo'ldi shekilli, hamma narsani ko'rsatib bo'ldim. Shampunlar ko'rsatmabman. Kushonlar, H kushon aytmasam ham bo'ladi, o'sha tugab ketyapti. 21dan bittami qolgan, 13dan hozir 8 ta edi, o'sha 4 ta 5 ta ko'ryapman. Yaxshi kushon, klientlarimiz o'zi ishlatib, men o'zim ishlatmaganman, chunki menga buni rangi tushmaydi. Men juda ham to'qroq rang ishlataman, bug'doy rangman buni. Balkim oqdek ko'rinarman, lekin oqpasman. Rangi tushmaydi menga, shuning uchun menga 23 bo'lganda ishlatardim. Eco Argan shampuni keldi. Buni Eco Aloe'ni sotganmiz mana shu. Eco Aloe 135 ming. Bu yangi chiqqanlari Eco Argan qora chesnok. Hammasi bisulfatli shampunlar. Mana bunisini ishlatib tugatganman. Rosa maza qilib, sochingiz yumshoq, mayin bo'ladi.
bunisi argan yog'i, bunisi qora chesnok. Lekin chesnokda hidi kelmaydi, shirin, приятный hid, lechebniy hammasi. Soch to'kilishiga ham qarshi, sochni baquvvat qilib, chiroyli qilib, jilokor qilib, grammi ham katta, 760 ml. Besulfatni bo'lgani uchun shunaqa narxda bo'ladi. Xo'p, yana nima? Toner. Mana bu nabordan sotuvdik. Ichida krem, penkalar tugab ketdi. Toner rosa ham zo'r toner. Probiotikli toner. Yuz himoya qavatini tiklab, namlantirib beradi. Yaxshi ko'rgan manifest tushimdan ham keldi. Yana men shuni вообще ishlataman. Kiprik qo'yganday turadi. 11-12 rasmiy kiprik bo'ladi-yu, kiprik yopishtirishadi. Xuddi shunaqa qilib qo'yadi. Mana bu Laneige maskasini haqida ham aytmoqchi edim. Buni rosa ko'p sotganmiz. Oldin 10 ml dan chiqardi. 15 ml birinchi marta chiqishi, men birinchi marta ko'rishimda bu 60 ming turadi, lekin yuzingizni zo'r namlantirib, kichkina lekin zo'r krem bering deganga buni kattasi 60 ml da, u вообще qimmat, 300 mingga yaqin turadi. Undan mana shunaqa kichkinadan ikkita olsangiz, уже 30 ml bo'ladi. Maza qilib tungi krem, uxlaganingizda ishlaydi bu krem yuzingizda. Tak, rosa ham tarkibi ham yaxshi, sleeping mask deb qo'ygan. Tungi maska bo'lgani uchun yangi tungi kremda ishlatasiz. Yuzingizni zo'r namlantirib, sveje qilib, charchoqlarga ketkazib, yumshatib beradi. Bitta sezuvchan yuzdagi klientim bor edi, shu mashina faqat shuni ishlatadi, ishonsalaring. Mana bunaqa bo'ladi, gelivay strukturada, lekin namlantirishi zo'r. Buni rozovaysini ham sotganmiz. Eng klassik birinchi chiqqani mana shu bo'ladi. Bundan ham ozgina. Lekin shunaqa kichkina krem, lekin вообще zo'r super krem bering deganlarga mana shuni tavsiya qilamiz. Bizda hamma narsalarimiz 100% original. Bemalol Telegram kanalimizda silkasini qoldiraman videoning oxirida. Yozsalaring, ikkita adminlarimiz bor. Bemalol konsultatsiya qilishadi. Juda ham opitniy qizlar. 2 yil, bittasi 1 yil, bittasi даже 2 yildan oshib, 3 yildan beri ishlaydi. Xullas, bemalol nima kerak bo'lsa, mana to'la narsamiz bor. Bu yerda shampunlarimiz, hamma narsalarimiz ham bor, xullas. Gellar, dushalargacha bor. BB kremlar, deslam, gidrofilkalar, penkalar, svirtka, mana ikkita nimamiz, tonerlar 3 ta, polka, SPFlar o'zi mana bu kremlar, tepada ham SPF, yana ozroq dekorativniy kosmetikalarimiz va pudralar, qo'l kremlar. Shunaqa даже intimatorlarimiz bor, lekin uni oddiy atir qilib ham ishlatsa bo'ladi. Yana svirtka, mana ko'z kremlar, hamma narsamiz bor. Bemalol yozsalaring, yuzlaring turiga qarab tanlab beramiz. Hamma O'zbekiston bo'ylab dostavkalar mavjud. Даже uyingizgacha qanaqadir bir eng uzoq bir joyda yashasangiz ham olib borib berishadi. 30 mingga uyingizgacha ko'chaga chiqmasdan qabul qilib olasiz.